Borsinlar, omonsinlar. Qalaqlarim, borsinlar, jonlaring omonmi? Mana shu Pokistondagi qalliqlar bugun o'z qalliqliklaridan shuncha faxrlanib gapiradilar. Pokistonga yashab turib. Hozir kontaktga chiqdi bir ikkitasi bilan. Siviyazga chiqdik. Pokistonga yashab turib o'z qalliqligi bilan shuncha iftixor qilib gapiradilar. Men qalliqman deydi. Lekin tilni bilmaydi, qalliq tilini. Forsi biladi. Men qalliqman deydi. Bizda ota-bobolarimiz qalliq, biz qalliqlarmiz deydi. Endi bu narsalar bir insonga bir bilasizlar, bir kayfiyat berganini ki bir Pokistonga qolib ketgan o'shalarga bugun o'zlarini qalliqligini biladilar. O'z qalliqliklaridan iftixor qilib gapiradilar ki biz qalliqmiz deb gapiradi. Meni qalliqlarim bo'lsa, bular o'zlari boshqa narsa bo'lgilari keladi. So'rab qolsang agar o'z tiliga gapirmaydi. Bugun bir bilan gapirib qolib, ancha gapirib qoldik. Hali galasavoylari ham bor, ovoz jo'natgan avval. Shu qalliqlar to'g'risiga ko'p post qo'yding, men shuni tarjima qilib o'qidim. Ana biz qalliqlarmiz, neki tilimizni yo'qotganmiz dedi. Endi men aytdim, bu til bir gapirish uchun, bir-birimizni bilish uchun. Buning farqi yo'q endi, qaysi tilga sen gapirasan, qaysi tilga gapirmaysan. Muhimda bo'ringa dedim, qalliqliging bo'lsa, qonunga qalliqlik bo'lsa, bu til muhim emas dedim. Mana yevreylar ham 2000 yil bechoralarni har joyga surdilar. Hammasi ham o'z tilini bilmaydi, yevrey tilini, o'sha o'zini tilini. Lekin mana shu vaqti kelib mana shular ana o'z tilini topdilar, o'z vatanlarini topdilar. Bularning iraklari bir edi, qonlari bir edi, jonlari bir edi. Bizga birlik kerak, birlik deb gapirsam, qallig'i gapir biron narsa deydi, qallig'i aytmenga deydi, qallig'i gapir. Men qallig'i gapirib yuborsam ovozni, hali xuddi bir go'dak xursand bo'ladi-ku qanoq bir narsani. Men ojdod tillarimni eshityapman deydi, men avlod tillarimni eshitaman deydi. Pokistonga yashaydi. Men o'z qon tilimni eshityapman seni so'zingga deydi. Pokistonga yashagan qalliq. Biz ko'p o'z bo'ra deydi. Bizni ko'p o'z bo'ra tojiklar deydi, forslar deydi. Chunki biz forsi tiliga gapiramiz deydi. Biz ko'p o'z bo'ra deydi. Bizlarni ko'pimizni qayni shu bo'rga bizni shu tojik yo fors deb taniydilar deydi. Bizlar qalliqlar, biz asl qalliqmiz biz deydi. Biz bilamiz o'zimizni qalliqligimizni. Hali tarixdan aytib berdim. Endi hali xuddi bir go'dakka bir narsa bersang, qanoq vaqti xush bo'ladi-ku. Mana shunday bir eshitib turib. Evet, o'ylab ko'r, sen qalliq o'zing qo'lingga turgan ne'matni, o'z tilingni, qalliq tilingni, o'z qalliqligingni bilib turib,
Qoraxonlik bayrog'ini ko'rsatdim, qallig'imni bayrog'ini. Mana dedim, bizni bayroqlari bu qalliqlar. Men chiqaraman bu bayroqlardan deydi. Men bu bayroqlardan qilib yotaman ustiga deydi. Mana buni qarang. O'z tilini saqingan, o'z qalliqligini saqingan Pokistonda yashayotgan bir qalliq. Bizni qalliqlari bo'lsa, qalliqsan desang, tam bir-biridan hay bu tilga gapir berga deydi. Ay, sizlarni satqay bu qalliq tili qilsin. Sizlarni satqay bu qalliqni qoni qilsin. Sizlarni satqay bu qalliqni tarixi qilsin. Minglab afsuslar bo'lsinki, sizlar qalliq ekansizlarda. Minglab afsuslar. Ki bugunga davr shu bizni bobolari, otalari saqlab kelgan tilni bir ruhiyatni bugun bu ruhiyatdan uyotadilar Tojikistonda qalliqlar aytsang, mendan tojiki gapir deydi ko'chaga. Nimaga desang, hay endi uyot bo'ladi-ku, endi kimga kerakdi qalliqni tili deydi. Qalliqni tili kimga kerakdi deydi. Senga kerak bo'lmasa, no Pokistondagi qalliqqa kerak. Ikkita qalliqni so'zini aytasan, menga o'rgat deydi. Menga deydi, yuvor gaplarni deydi, o'rgat, ayt qanoq bo'ladi. Men gapirishni xohlayman. Men deydi, qalliq tilimga gapirishni xohlayman deydi. Men aytdim, endi bizda ham tili salgina buni buzilgan endi u o'zi asl eski qalliq til emas, salgina buzilib qolgan. Bu so'zlardan kirib qolgan desam, bo'ladi mana shusi deydi. Menga qalliq tilni o'rgat deydi. Menga yuvor har gaplarni aytib deydi, o'shan tarjimasini deydi, shu forscha aytib yuborgin deydi, bunoq bo'ladi, bunoq bo'ladi. Men o'sha so'zlarni o'rganay deydi. Qalliq tilni orzusiga kimlar bo'lsa qalliq tildan qochadi. Kimlar qalliq tilni eshitsa ko'zlaridan yoshlar to'kilib go'dakdek quvonadi. Bu meni bizni ajdodlarimizni tili, bizni xoqqonlarimizni tili, bizni kaganlarimizni dini tillari bu deydi. Kimlar bo'lsa bu tildan gapirishga uyatadi. Kimlarga bu til iftixor, nomus, sha'n, sharaf. Kimlarga bo'lsa bu qalliq tili uyat. Mendan tojiki gapir deydi ko'chaga. Nima qalliq gapirsang nima qilibdi desang, endi uyat ko'p beradi. Ana illa Pokistonga ham yashasa, ana u qalliqni nomusi, ana u qalliqni sha'ni, ana u qalliqni sharafi. Ana u til yo'qotib, tilli orzusiga bugun til qo'lingga turib, bilib ota-ochang o'rgatgan tillarni sen bugun uyotasan gapirishga. Kimlardir bu tilli orzusiga, kimlardir aytadi, bu meni qonimni tili deydi. Meni kaganlarimni tillari bu deydi. Meni ota tilim, bobo tillarim bu qalliq tili deydi. Ming afsuslarki biz yo'qotganmiz buni deydi. Ming afsuslar ki biz o'z tilimizga aytolmaymiz deydi gapimizni. Hey, qallig'im. Men o'g'limni o'rgat deydi. Gaplarni yuvor deydi, men o'rganay, men balalarimga o'rgatay qalliq tilni deydi. Menga hammasini yuvor deydi. Gaplarni deydi. Ayt, kalta qilib ayt. Menga dars ber deydi. Qalliq tilidan dars ber menga deydi. O'rgat menga deydi. Nima bo'ladi gaplar deydi. Qandoq gapiradilar deydi. Men balalarimni o'rgatay deydi. Nevaralarimni o'rgatay deydi.
Men o'zim deydi aqallan qalliq tilim bilib o'lib ketay bu dunyodan deydi. Sizlar bo'lsa nima? Qalliq tilidan uyotasizlar. Ey o'lay senga. Ayog'ing tagiga o'lay qallig'im ey. Men qallig'im yotadi gapirmanga. Ki bechara u yotadi. Qalliq til kimga kerak dedi? Shundoqdi. Ey o'lay senga qallig'im. Qalliq tilini qadriga yetmagan, xor qilgan mana shu meni sizlar. O'zimiz ekanmiz o'lay senga qalliqlarim. Qalliqni nomusini ko'tara olmadik, qalliqni sha'nini ko'tara olmadik, qalliqni sharafini ko'tara olmadik. Qalliqni oyog'ini tayiq qilib yana o'zimiz ham o'z tilimizga gapirishga uyotamiz. Neki ba'zi bir odamlar qalliq tilini eshitsa, yoshiga qaramay go'dakdek quvonadi. Go'dakdek quvonadi. Menga o'rgat deydi. Men xoqon tillariga xohlayman gapirishimni deydi. Men qalliqmiz, bizlar qalliqmiz deydi. Bilasizlar shuni. Sen nima qilding qallig'im? Bir savolni o'zingga ber. Hal men bu zapislarni qo'yaman hammasini, şey ovozlarni hammasini, o'z qanoq ko'planib o'tirganlar, gapiradilar, har birtasi shu. Hal men bularni qo'yaman. Ko'r qallig'im, keyin qanoq uyotasan sen. Yerlarga kirib ketgin sen keyin uyotishdan. Kallangni ko'tara olmagan, etganni quli bo'lgansizlar. Binaberlarga ikkita sitorachani toqib qo'yadi,